Ertalab bilasizmi nima duo bilan chiqaman? Mana onam bilan gaplashaman, birinchi duo olaman. Duo qiladilar. Onamni ham duo qilishni o'rgatganman. Eshitasizmi? Nima xohlayman mani qanaqa duo qilish. Aytaman, "Mam, davay. Dunyoni yomonligidan bolamni asragan oilasi bilan din. Jannatlarni so'rang men uchun" deyman-da. Довольный patsientlik kelsin, удовлетвориться qilib ketsin. San ham довольный bo'lgin, Xudoyim ham mendan довольный bo'lsin deb duo qiling deb aytaman-da. Har doim shunaqa deydilar. Xudoyim barakasini bersin. 10 so'm topasanmi, 100 so'm topasanmi, barakada katta gap deyveradilar-da. Onam bilan gaplashib bo'lgandan keyin Xudoyim deyman, menga shunaqa yaxshi insonlarni yuborgan. Mendan довольный bo'lsin, men ham ulardan довольный bo'lay. Topganimga ham, ko'rsatgan xizmatimga ham sen ham bizning gunohlarimizdan kechirgin deb, oxiratimizni chiroyli qilgin deb duo qilaman. Har kuni bir xil duo. Xudoyimga tavakkal qilib topshirib qo'yasiz-ku, уже заморачиваться qilmaysiz. Menda mana bunaqa narsa yo'q. Ikkilanish bor-ku. A vdруг mana bunaqa bo'ladi, a vдруг mana bunaqa bo'lib qolsa-chi, yomon bo'lsa-chi deb o'ylamayman. Zo'r bo'ladi deb boshlayman har doim. Sizlarni ham o'rgataman, zo'r bo'ladi. Har doim поддержка qilaman hammanglarni. Muqaddasga aytaman, Muqaddas qilmay zo'r bo'ladi, не переживай deyman. Men yomon narsalarni o'ylamayman, ertalabdan turaman, kasal bo'lsam ham, o't-bo'tim og'risa ham kulib kutib olaman hammani. Bolalarimni ham, xo'jayinimni ham kulib, quchoqlab